Bilasizmi azizlar, payg'ambarimiz alayhissalomni yoshligida butun Quraysh qabilasi, nafaqatgina Quraysh qabilasi, o'sha atrofdagi hammalarni e'tirof qilgan ajib bir sifati bor. Bu sifati bizga juda katta ta'lim bo'ladi. Rasulimiz alayhissalomga Muhammad Amin, ya'ni omonatdor, rostgo'y degan nomni qo'yganlar. Chunki go'daklik chog'ida ham, o'smirlik chog'larida ham payg'ambarimiz alayhissalom biror marta omonatga xiyonat qilmaganlar azizlar. Biror marta ham yolg'on gapirmaganlar. Yana bir narsa bizga juda ta'lim bo'ladiki, o'smirlik chog'ida ham, yoshlik chog'ida ham biror marta johiliyatda ishini qilmagan ekan azizlar. Hatto bir marta o'sha johiliyatdagi johillar bayramini oldiga chiqib qolganlarida u yerda bo'layotgan johilli bir ibodat, johilli bir bayramona bir holatni ko'rmoqchi bo'lganlarda Alloh haq azza va jalla u zotning ko'zini uyquga ketkizgan va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari ishtirok etish u yoqda tursin, hatto ko'zi bilan johiliyatni biror bir narsasini, ibodatini yoki ularni biror bir bayramini ko'rmaganlar. Alloh mana shundan ham ehtiyot qilgan. Kunlar o'tib borar, payg'ambarimiz alayhissalom 25 yoshga kirgan mahalda o'sha Makkadagi zodagonlardan, asl zodalardan biri bo'lgan Huvaylidning qizi Xadija ismli ayol o'zining karvonini savdoga yubormoqchi bo'ldi. Xadija onamiz yaxshi bir omonatchi, o'ziga munosib bo'lgan bir karvon boshini, yordamchini izlab yurardilar. Ayni paytda esa Makka-i Mukarramada eng omonatdor zot bu yosh o'spirin, endigina 25 yoshga qadam qo'yayotgan Muhammad Amin alayhi salatu vasallamdan boshqa ishonchli omonatdor yo'q edi.